Salom do'stlar. Sizlar bilan men Said Umar. Do'stlar, bugun sizlar bilan Warriors PO degan o'yinni o'ynaymiz. Bu o'yin xuddi Brawl Starsga o'xshaydi. Faqat Brawl Starsdagi emas, unda 3 ga 3 tushasiz. Bunda esa 3 ta 4 ta odamlar. Qani unda o'ynashni boshladik. Mana personajim. Men golga kelganman, mana bunaqa o'ynaysizlar. Ovozini pasaytirib qo'ying. Hop. Bunaqa joyga kelasiz, masalan, yasiz urvin beradi sizga. Mana shunaqa. Hozir men joyim 327. Bunaqa otasiz. Keyin bular ubiysi bo'ladi. Hozir patron tugab qoldi. Mana bittasini yo'q qildik. Siz tanlayni boshqaman, duvoyni restoran tanlayman. Bo'ldi. U ham chiqib ketdi, men ham chiqib ketdim. 10-anaqa berdi, 33 sekund o'ynayapman. Qaytamiz. Raketchik degan skin olishimizga asincha qoldi. Hop, mana odamlar urgilan yig'amiz. Mana keldi bittasi. Jon to'ldirib olamiz. Mana buni joni 640 ekan. Bizanki 149 qoldi уже. Mana qaytib kelamiz jon to'ldirishimizni. Iloj boricha o'qitib ketmaslikka harakat qilamiz. Mana men tanlaymiz. Bo'ldi. Anjani 2 ta jon chiqdi. To'ldirib olamiz jonlarni. Multi kill qildik biz. Mana tanlaymiz. Yo'q, zarur. Double kill qildik. Hozir bu men 6 ta qildim. Hozir 6 ta живых bor. Hop. Mana o'zim xuddi men skinimga o'xshaydigan bittasi yuribdi. Double kill qildim. Hop, men bu ishni qilaman. Ujani haqida yaqinlashyapti chegara. Tezroq o'ynash kerak bo'ldi. O'yinni qiroli men bo'ldim. Birinchi o'rin 12 ta ubiystva qildim. 120 tanga 25 ta kumush berdi. Raketchi ketishimizga yana 50 ta unaqa yetmayapti. Men ikkinchi etapga o'tdim. Hop, hozir. Mana trener, hamma jon beradigan. Keyingi urvinga ketdik. Do'stlar, kanalimga podpisatsiya bo'lishni unutmang. Like va kommentariya ham esdan chiqmasin. Kommentariyada savollaringizni yozib qoling. Keyin yana bir gap, siz telefon o'yiniga qanday o'yinlarni xohlaysiz? Ayting. Men iloj qilib o'ynayman hamma o'yinlarni. Unda qani ikkinchi etap sal qiyinroq bo'ladi. Hop, mana. Agar siz 3-etapga o'tsangiz, yengil anaqa ochiladi. Joy. Buni birdaniga o'tib ketish ham o'zi emas. Mana, уже biz 3 ta ubitsa qildik. Mana bunaqa har xil stikkerlar bor. Masalan, men tashlash xohladim men. 42 jonim qoldi. Ham to'p jonni olib ketishdi уже. Men ubitsa bo'ldim. Qaytadan o'ynaymiz. Har bitta ubitsa bo'lganingizdan keyin yana birinchi o'ringa tushib qolaverasiz. Keyin qayta o'ynayverasiz. Mana buni olamiz. Hop. Ay, azimcha jon soldi. Yana ubitsa qoldim bir pasdan. Ko'p turgan joyga tushib oldim. Mana yana qaytadan o'ynaymiz. Mana 40 ta qoldi. Mana tushdik. Hozir tank portlab ketibdi. Yashaman bron yavob o'ziga. Mana bilan tushamiz. Hop, mana bu ubitsa bo'ldi. Men buni urishini qilaman. Skorisi. Agar men bunaqa energiyani olsanglar, sizdan tezlashtirib beradi anchaga. Mana dushmanlar ubitsa bo'ldi. Qo'lda matigasi bor ekan, qilichi. Yana bitta o'ynaymiz, shu bilan videoni tugatamiz. Do'stlar, agar keyingi video chiqishini xohlasanglar, 10 ta like yig'aylik, keyingi video chiqadi. 10 ta like. Do'stlar, esingizdan chiqmasin. 10 ta like. Keyingi videolarimiz bundan ham qiziq bo'ladi. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Bo'ldi do'stlar, bugunga yetadi deb o'ylayman.
5 minut o'tib ketibdi. Do'stlar, kanalimga podpisatsiya bo'lishni unutmang. Like va kommentariyalar. Xayr, sog' salomat bo'ling.